Oho. Azizlar, qo'limda nima bor deb o'ylaysizlar? Bu faxriy yorliq deb o'ylayapsizlar shekilli, to'g'rimi? Yana bitta o'ylab olinglar-chi, nima? O'yladingizlarmi? Yo'q, sizlar o'ylagan narsa emas. Bu albatta farzandlarni chin yurakdan orzu qilib kutgan niyatlari amalga oshayotganidan dalolat beruvchi 2 xonali uy. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Biz hammadan kuchlimiz, chunki bizga qarata aytayotgan duolaringiz tagida otajonimning ham duolari turibdi. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Bu qayoqqa sizga nima chiqdi? 2 xonali uy. Qarsalar chalib qo'yaman. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Cheksiz sabringiz uchun farzandlaringiz nomidan Buxara City'da qurilgan 2 xonali uy bilan taqdirlanasiz. Bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar.